们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师谢吉拉艾斯罕。今天我们要学习的是第5单元的课文向前冲2的生词总动员啊。5-ci dərsinin 2-ci bölümündeki ham sözlüki. Bu dersin ham sözlüki selcihken 有点多啊。那这个呢，咱们也怎么样，也把它分成2个部分来学，好吧？bugün şu 장슈의 야그지 ügünüp anandikin qarnını kiler qıttım qoyup qoyur ya， 也不是作用的这么点的。那我们先来看一下，第一个严重，横竖竖点撇横撇，重呢撇横，这其实是一个里啊，但是这个竖呢应该是从哪个地方按수든把它横去的，然后下面是一个横，严重ig'ir degan ma'noda. Masalan, bu ishninki oqibati nihoyatda ig'ir desak， 这件事情的后果很严重。这件事情的后果很严重 desak bo'ladi。再比如说dadamninki keseli nihoyatda ig'ir desak， 或者说 dadamninki kesel ahvoli， 或者说是 ahvoli nihoyatda yaxshi emas ig'ir degan vaqtimizda， 那我们说爸爸的这个病情非常的严重啊，爸爸的病情非常的严重 desak bo'ladi。好，这个呢是严重。那 doktor dadamning keseli ig'irmi deb so'rasak， 医生，爸爸的病严重吗？或者爸爸的病情严重吗？医生，爸爸的病情严重吗 deb so'rasak bo'ladi。好，第2个最好，一个日横竖竖横横提，然后一个右。好呢，撇一个女，然后一个子，最好安yaxshi。那比如说siz安yaxshi ertalam qaytib keling desak， 你最好明天就回来，你最好明天就回来。siz安yaxshi kechki tomoq yemang desak， 你最好不要吃晚饭，你最好不要吃晚饭啊，晚饭。那 siz eng yaxshi opangiz dadangizning gapini anglang desak， 你最好还是听爸爸妈妈的话吧，你最好还是听爸爸妈妈的话吧 desak bo'ladi。下面一个住院，住一个单人旁，一个主，点横横竖横，院呢一个耳朵。然后一个宝盖头，一个圆，1元2元的元啊。住院 doktorxonada yetib qilish deganni 住院 deymiz. Masalan, dadam doktorxonada yetib qoldi desak， 爸爸住院了，爸爸住院了 desak bo'ladi. Andan keyin masalan muallim doktorxonada yetib qolibdi， biz muallimni yo'qlab kelaylik desak nima deymiz？ 老师住院了，我们去看望他吧，或者是老师住院了，我们去看一下他吧。好，这个呢是这个住院doktorxonada yetib qolganni 住院deymiz。keselingiz sal ig'irroq bu qatam eng yaxshisi doktorxonada yetib davolaning desak， 你的病情有些严重，这一次呢最好是住院治疗。你的病情有些严重，这一次最好是住院治疗。下面不然，不就是不要的一个不，横撇竖点，然呢撇横撇点点，然后横撇捺点，下面再一个4点底啊。不然就是 bo'lmasa， 就 undaq bo'lmasa。Masalan， undaq bo'lmasa， 比如说啊 balduroq qayting bo'lmasa opingiz ansiraydi， 早点回家，不然
你妈妈会担心的。早点回家，不然你妈妈会担心的。desek bo'ladi. Vaqtida darangni yegin, bo'lmasa beshing og'rib qoladi, kesiling qo'zg'alib qoladi desek. 爸爸要按时吃药，不然你头会疼的，会犯病的。desek bo'ladi. 爸爸要按时吃药，不然头会疼的，会犯病的。desek bo'ladi. Kesilni qo'zg'alish degani 犯病 deymiz. 好，不然bo'lmasa，那就是说manda qiling agarda unda bo'lmay qolsa desak 不然 deymiz. 那不然呢就要不然 desakmi bo'ladi, 不然 desakmi bo'ladi. 两个都可以。下面一个呢，危险，危险，撇横钩，然后横撇，横折钩，竖弯钩。险呢是一个耳朵，撇捺横，点点撇横。危险deganimiz xatarlik deganga. 比如说 kechida yolg'iz sirtqa chiqsangiz xatarlik desak, 晚上一个人出去太危险了。晚上一个人出去太危险了。那siz bir qiz bola turib yolg'iz hayotga chiqaman desangiz baxatarlik emasmi desak, 你一个女孩子家一个人去旅游不危险吗？你一个女孩子家一个人去旅游不危险吗？ desek bo'ladi. 那再比如说bu xil odamlar xatarlik keladi, o'zingizni yiroq tuting desak, 或者说yaqinlashmang desak, 这种人很危险，一定要远离。这种人很危险，一定要远离desek bo'ladi. Aynan lekin biz shu yo'llarda mangan vaqtimizda, 比如说yuqori besimlik to'q bo'lgan vaqtida asha yezib qo'ydik-ku, 高压危险，高压危险. Aynan lekin yana eriqlarniki bo'yig'imi bu yerda suv o'ssangiz bo'lmaydi, xatarlik deb yezib qo'ygan-ku. 此地不能游泳，或者说不要跳水，危险deb yozib qo'ydi. Ishqilib 危险deb yozib qo'ygan bo'lsa, xatarlikka deb bilsak bo'ladi. 下面一个呢，下周，下周，下横竖点周，撇横折钩，横竖横，然后一个口。周在这个地方是什么意思呀？demak kelar hafta biz 周末的bir urinib boqqan-ku, hafta deganni bildirdi. Kelar hafta deganni 下周，下周. Kelar oy deganni 下个月，下个月deymiz. 那unda bo'lsa oldingisini nima deymiz? 上 deganni ishlatamiz. Oldingi hafta 上周, oldingi oy 上个月. 那 oldingi yili bo'lsa去年deymiz. Keyingi yil bo'lsa明年deymiz. Vaqtni shang-shani ishlatmaymiz. Hop, cümleden birini tuzsak, kelar hafta men Beijingga komandirovkaga boraman desak, 下周我要去北京出差。下周我要去北京出差 desak bo'ladi. Andan keyin kelar hafta vaqtingiz bormi? Tamoq taklif qilay degandim desak, 你下周有时间吗？想请你吃个饭。你下周有时间吗？想请你吃个饭。desak bo'ladi. 下周 kelar hafta. 下面一个呢，女儿，女儿，撇折，然后呢撇横，撇竖弯钩，女儿 kızım. 那儿子的bir uygandiq-ku, o'g'lim dedik-ku, na 女儿deganimiz qizim bo'lib qoldi. 不 mening qizim, 这是我的女儿. Qizim bu yil 18 yoshga kirdi. 我的女儿今年18岁了. Qizim doktorxonada ishlaydi. 我的女儿在医院工作. 我的女儿在医院工作. Qizim muallim. 我的女儿是老师. 我的女儿是老师 desak bo'ladi. 女儿deganimiz qizim. Qizchaq emas, qiz emas,
Kızım,那就是özününki balısı, özününki perzentisiga qarata deyilgen gap. Xuddi儿子 degenge o'xshash. 你不能说女孩子，不mening kızım degende 这是我的女孩子 desak bo'lmaydi. Andan keyingisi 但是一个单人旁，一个日，一个横，是呢，一个日横竖横撇捺。但是 lekin nima bor? Bu 但是 degan biz oldida bir 可是 deb bilgandik, ashunga o'xshab qoladi. 但是 deganimiz lekin. Ishqilib mayli men oldida bu 但是 degan so'zchoq ajoyib bir xos nima deymiz? 它呢是一个非常让人又开心又难过的词. Odamni ham xush qila oladigan, ham ko'nglini yerim qila oladigan so'z. Nemishqa desak, bu 但是 bu ma'nosini biraqlam buraydi. 那就是说 oldida men sizni vahshiy maqtab etgan bo'lsam, 但是 dedimmi? Na bo'ldi, oldidagi gapning hammasi quruq gap, 但是 ning keyindagisi mening demoqchi bo'lganim. 比如说那昨天我去相亲, tuniga men mushu bir bola bilan ko'rishgili bordim. 对方呢, qarshi taraf 长得帅, kelishganka, 又有钱有房, uyi bor ekan, puli bor ekan, 个子也高, boyimi egizgan. 但是我一点也不喜欢. Lekin men ozroqmi yaxshi ko'rmadim. 但是我一点也不喜欢. Na ozroqmi yaxshi ko'rmadim. Na bu gapda men nima demoqchi? 就是bu odamni men yaxshi ko'rmadim demoqchi. Na oldidagi kelishganka, undaqga mundaqga deganlarim-chu. Uni men endi desam bo'ladimi? Ko'nglini ayab qo'ydim desam bo'ladi. 或者说是 maqtab qo'ydim. Lekin mening demoqchi bo'lganim yaxshi ko'rmadim. 所以说, 但是呢, oldida mayli qanday maqtab aytgan bo'lsam, hammasini ko'nglimni yasab qo'yapti deb tushunsangiz bo'ladi. Keyinidagisi 才是真正要表达的这个意思啊。那再比如说，以前我们这个参加考试的时候 imtihon kirgan vaqtimizda 老师前面你这里不行，那里不行，这个地方也不行. Ma'lum bizga burmoch, miyeringiz bo'lmadi, miyeringiz bo'lmadi, ayaringiz bo'lmadi deb burmoch gapni qilib etib, 但是 desa, o'tibdi menda deymiz. Mayli oldida qanchalik 这个 tanqidlasin, 但是 degandan keyin mo'ku ola degan gap. 那再比如说qarama-qarshi, 如果老师跟你说你这里特别好，那里特别好，就像咱们这个普通话考试普通话 imtihon kirdingiz, 你第一题也特别好，第二题也特别好，你读的也特别好deb turib ham yeringiz bo'ladi ekan. 但是 degandan keyin 意思就是 o'tolmadingiz degan gap. 但是继续加油，还差一点点。lekin ozroq tirishib etding, oz qolibsiz. 你这个比如说命题说话说的不太好deganga o'xshash. 意思就是说oldida mayli maqtsin, 但是 degandan keyin oldidagisi ko'nglingizni yasig'ini. Oldida mayli qanday tanqidlasin, 但是 degan bo'lsa, unda bo'lsa siz yaxshi ekansiz demoqchi. 好，但是知道了吗？那我们造一个句子造一个句子。我读过的书不多. Mening o'qigan kitobim jiq emas. 我读过的书不多. Lekin biladigan qoidalarim jiq. 但是我懂的道理多. 但是我懂的道理多. 好，那下面一个呢？耽误。横竖竖横横提，然后呢撇横钩撇竖弯钩。误呢是一个言字旁，一个口，然后下面是一个天。耽误deganimiz daxl qilish. Nimaga daxl qilish? Masalan, xizmatga daxl qilish, vaqtiga daxl qilish degandek. Mening vaqtimga daxl qilmang, men nihoyatda aldirash desak, 不要耽误我的时间，我很忙。不要耽误我的时间。我很忙. Na, opangiz ishlayotdi, uningga daxl qilmang, sirtqa chiqib o'ynang degan bo'lsa, 你妈妈在工作，不要耽误她，你出去玩吧。你妈妈在工作，不要耽误她，你出去玩吧。desak bo'ladi. 这个呢是耽误。下面一个记着，
记着，一个言字旁，横折横，竖弯钩。这呢就是点撇横横横撇竖，横折钩横横横。记着degenimiz就是isidi bor desek bo'ladi. Esingizda bo'lsin, vaqti-vaqtida tamoq yeng desek, 你记着要按时吃饭。你记着要按时吃饭。Esingizda bo'lsin, dori yeyishni unutib qolmang. 记着不要忘了吃药。记着不要忘了吃药。desek bo'ladi. 记着 esingizda bo'lsin demekçi. 按时，按时一个提手旁，然后一个宝盖头，一个女，时呢一个日，一个寸。按时degenimiz vaqtida. Masalan, men her kuni vaqtida o'rnimdan qo'paman, vaqtida tamoq yeyman, vaqtida uxlayman desem, 我每天按时起床，按时吃饭，按时睡觉。我每天按时起床，按时吃饭，按时睡觉desek bo'ladi. Undan boshqa erta darsga vaqtida kelinglar, kechikib qolmanglar desek, 明天按时上课，不要迟到。明天按时上课，不要迟到。deymiz. 好, u har qanday ishni shu vaqtida qiladi. Faqat bunda keyingi so'zmaydi desek-chu, 他做什么事情都非常的按时。他做什么事情都非常的按时，从来不拖延degan. 好，这个呢是按时。饮食，饮食撇横钩竖提，撇横钩撇捺。时呢，一个人，一个点，横折横横竖提撇捺。其实这些字都出现过很多次了啊。那饮食degenimiz就是 yemek içmek. Meniki yemek içmeklerim naydım işte kanunluk mağdu desek, 就 kaydı boyunca mağdu desek, 我的饮食非常的规律。那这个饮食规律呢, nimda tushunamiz desek, shu vaqtda vaqtida joyida yeyman, qalaymiqan narsalarni yemayman demekchi. 我的饮食非常的规律desek bo'ldi. Ondan salomatligingiz yaxshi bo'lmagandan keyin mana yemak ichmagingizga bak diqqat qiling desek, 你身体不好就要多注意饮食。你身体不好就要多注意饮食。deymiz. Andan keyin men nima uchun o'riqlayolmayman? Chunki mening yemak ichmagimda chatoq bor, masala bor. 我为什么减不了肥？因为我饮食有问题。我为什么减不了肥？因为我饮食有问题。好，下面一个清淡，清淡，一个3点水，横横竖横，然后竖横折钩横横。淡呢一个3点水，点撇这个2个火啊，2个火。清淡degenimiz就是maysız deb tushunsak bo'ladi. Yemek içmekleriniz maysız bo'lishi kerak. Sizda qon besim bor desek, 你饮食要清淡，你有高血压啊，或者说 qon besim bor odam maysız tamoqlarni yeyish kerak desek, 有高血压的人饮食要清淡，有高血压的人饮食要清淡。Yaqindan yoqqa men o'sha o'riqlayotdim, yemak ichmaklarimning hammasini maysız qildim, shuning uchun bu tapajini yemayman desak, 最近我在减肥，饮食清淡，所以我就不吃大盘鸡了。最近我减肥，饮食清淡，所以我就不吃大盘鸡了。好，清淡知道了吗？下面一个呢，水果，水果，水竖钩横撇撇捺，果呢竖横折横横横竖撇捺。水degan suv, 果degan meva, 那就是 meva jivilarni 水果deymiz. 好，
mevchevini yepasak terimizga yaxshi desak，多吃水果对皮肤好，多吃水果对皮肤好。Mening dadam azaldan meyve chevi yemaydi. Opam lekin atdigandan kechgacha meyve chevi yeydi desak，我爸爸从来不吃水果，妈妈从早到晚都吃水果。爸爸从来不吃水果，妈妈从早到晚都吃水果。Meningcha bu hayatımda meyve chevidan aylanmayman desak，我觉得我这一辈子离不开水果。我觉得我这一辈子离不开水果。desak bo'ladi。好，你喜欢吃水果吗？ Siz meyve cheviga amraqmi? Siz qandaq meyve cheviga amraq？ 你喜欢吃什么水果？苹果、梨子、葡萄还是什么？ degandagi， 你喜欢吃什么水果？下面一个晚饭，晚饭。竖横折横横，撇横撇竖横折横，撇竖弯钩。饭呢撇横钩竖提撇撇横撇捺。晚饭deganimiz kechlik tomoq, kechlik tomoq。那 atdiganlik tomoq ne？ 早饭、tushlik tomoq、午饭、kechlik tomoq、晚饭。kechlik tomoq yedingizmi？ 你吃晚饭了吗？你吃晚饭了吗？ kechlik tomoq nima yeymiz？今天晚饭吃什么？今天晚饭吃什么？那 kechlik tomoq atmadim, bugun kechlik tomoqni sirtdan yanglab desak， 我没有做晚饭，今天晚饭你们在外面吃吧。我没有做晚饭，今天晚饭你们在外面吃吧。desak bo'ladi。晚饭 kechlik tomoq。Yaqindan yaqin o'ruqlayotdim, kechlik tomoq yemayapman desak， 最近我在减肥，不吃晚饭。最近我在减肥，不吃晚饭。desak bo'ladi。kechlik tomoqni yemasak bo'lmaydi, bir tal olma bo'lsinmi yeng desak， 不能不吃晚饭，哪怕吃一个苹果也行。不能不吃晚饭，哪怕吃一个苹果也行。好，下面一个呢，尽量，尽量，横折横撇捺两个点，量又出来了啊，一个日，一个横，一个里，然后尽量deganimiz imkon qadar deb tushunsak bo'ladi. Masalan men imkon qadar tez qaytib kelaman desak， 我尽量以最快的速度回来啊，我尽量以最快的速度回来。那imkon qadar ko'proq suv ichib bering desak， 你尽量多喝水，你尽量多喝水desak bo'ladi。那imkon qadar harakat qilib bering desak， 那你尽量多运动，你尽量多运动desak bo'ladi。好，下面一个呢，降血压，降血压，一个耳朵，然后撇横撇捺，横竖折竖，血呢撇竖横折竖竖横，压横撇横竖横点啊，血压deganimiz qon besim。那降血压，降deganimiz tuvanlash， 降血压就是qon besimni tuvanlatmak demdi. Masalan bu qon besimni tuvanlashtiradigan dori desak， 这是降血压的药，这是降血压的药。那chingsayniki mushu qon besimni tuvanlashtiradigan roli bor desak， 芹菜有降血压的作用，芹菜有降血压的作用。desak bo'ladi。好，那我们后什么是作用那么地方对的呀？作用这个怎么写的呀？撇一个单人旁，然后撇横竖横横，用呢撇横折钩横横竖。作用这个呢就是ünüm
Anandagin rol deb desek buludu qanda rolu var desek 有什么作用 Mesela Günde hareket qilib bergandan qanda rolu var desek 每天运动有什么作用每天运动有什么作用 desek buludu Andan keyin yani mesela bu dorininki qandaq这个 unumlari var desek 这药有什么作用这药有什么作用 desek buludu. 那这个 önümü boldi desek 起作用 deymiz. 起作用了. Mesela bu amalının önümü boldi desek 这个办法起作用了这个办法起作用了 deymiz. 那么şu Ronanı cari kıldırış desek şu 发挥作用 deymiz. 发挥作用. Ben bu yerde özümdeki rolümü cari kıldıramaydı ekanman desek 我在这儿发挥不了作用我在这儿发挥不了作用 desek buludu. 好，那这个呢我就先说到这里吧。我写个句子里边，那跟我呢一起读一下啊。严重，严重，最好，最好，住院，住院，不然，不然，危险，危险，下周，下周，女儿，女儿，但是，但是，耽误，耽误，记着，记着，按时，按时，饮食，饮食，清淡，清淡，水果，水果，晚饭，晚饭，尽量，尽量，降血压，降血压，作用，作用。好，那今天的作业就是把我们的这些生词每一个抄2行，选择其中的10个造句，按时完成作业。我们下一期再见。